O'yin tugadi. What happened to you? O'yin tugadi. Ha, What happened? o'yin tugadi. Ba'zi jangchilar shunchaki g'alaba qozonadi, ba'zilar esa insonlarni ilhomlantirishadi. Israel Adesanya u Afrikada tug'ildi, Yangi Zelandiyada ulg'aydi. Uni boshlangan paytlarida karyerasi boshida uni hamma boshqacha deb masxara qilishardi va mana shu boshqachaligi bilan u tarix yoza oldi. Animeni sevardi, raqs tushardi va boshqalarga o'xshashga urinmadi va aynan mana shu xislati uni chempion qildi desam adashmagan bo'laman. U buyuk jangchi, u buyuk jangchi, tarix yoza oldi. Ma'lum bir vaqt mobaynida umuman yutqazmadi, chempionlikni saqlab turdi. Ko'pchilik uni yiqildi deb o'ylagan paytlar bo'ldi. Pereiradan mag'lub bo'ldi va u yana qaytdi va ko'pchilikka isbotladiki, haqiqiy chempion hech qachon yiqilmaydigan odam emas, yiqilgandan keyin qayta tura oladigan odam. To'g'ri, Adesanya qachon sportdan ketishni bila olmadi. Unda ko'plab mag'lubiyatlar hozirda, lekin u dominant chempion bo'lib mening xayolimda qolaveradi. Adesanya nafaqat oddiy jangchi, u motivatsiya beradigan haqiqiy inson nazarimda. U juda ham abgor oiladan chiqib, mana shunday natijalarga erishdi va butun dunyoga isbotladiki, kurash bo'lmasa ham chiroyli janglar bilan dominant chempion bo'lish mumkinligini va mana shunday go'zal onlarni muxlislarga taqdim eta olish mumkinligini isbotlab qo'ygan jangchi. Hech qayerda uchramaydigan ajoyib videolar uchun obuna bo'lishni unutmang. Biz esa siz bilan albatta yana ko'rishamiz.